Bugun bizning jamiyat nimani boy beryapti, bilyapsizmi? Qadriyatlarini, o'zligini, o'zbekligini. Kasbim nuqtai nazaridan ishoning, juda ko'p ta'lim maskanlarida bo'laman, yoqamni ushlayman. Nimani ko'rib? Yarim yalang'och kiyingan qizlarni ko'rib. Kalta yubka, ochiq kiyimlar, yigitlarni ko'raman, sochini jingalak qilib koreys yigitlarga o'xshagisi keladi. G'arb madaniyatini o'ziga qabul qilib bo'lgan. Bir chetdan qarab shunchaki moda deyishingiz mumkin. Yo'q, bu shunchaki moda emas. Uni qalbi egallangan, uni ongi, tafakkuri egallangan, yot madaniyatlar uni qalbiga kirib olgan. Pasportiga o'zbek deb yozib qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin u o'zbek emas, qalban o'zbek emas. Yangi o'quv yili boshlanish arafasida va ko'plab ta'lim maskanlari bugun jimjimador reklamalar beryapti, jimjimador bir o'zini bir namoyon qilyapti. Hurmatli ota-onalar, mana shunday paytda farzandingizni men xohlagan bo'lardim, Islom Qoraboyev xohlagan bo'lardi, qadriyatli maktabga bering, qadriyatli universitetga bering. Ertaga sizni farzandingiz shu jamiyatga xizmat qilsin, o'zbekka xizmat qilsin, shu davlatga xizmat qilsin. Qanaqadir bir yot g'oyalar, yot bir madaniyat, yot bir tafakkur uni ongu shuurini egallamasin. Men doim sizga bu borada tavsiya qilaman. Al-Jabr maktabi bugungi kunda ishoning, qadriyat masalasi, odob, axloq masalasi juda ham a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Undan keyin ta'lim, undan keyin o'sha eng zamonaviy ilmlar, moliya sohasi, matematika, ingliz tili shu bo'yicha darslar beriladi. Do'stlar, Kabina Islom Qoraboyev maktab izlab yurgan bo'lsangiz, farzandingizga eng qadriyatli maktab deb bugungi kunda Al-Jabrni biladi. Mana shu maktabga berishingizni men tavsiya beraman. Sog' salomat bo'ling.